Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Siz bilan mana yangi kanalda, yangi lokatsiyadamiz. Hozir biz Arkon gazobloklar ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz. Sobjon akam bilan biz hozir to'liq siz ko'rib turgan gazobloklar qanaqa etaplardan o'tib tayyor bo'lishini ochib beramiz. Xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Salomlar. Charchamayapsizlar. Birinchi quyish jarayonidan boshlaymiz. Endi bugun quyib olishdan keyin kelib qoldilar. Keyingi safarga Xudo xolasa jarayonlarini olib beramiz. Bu bochkamizda issiq suv bo'ladi. 50 gradus issiq suvda quyiladi. Где-то 10 tonna 15 tonna har kuni issiq suv ketadi. Bu tomonimizda qumimizni o'zi tepadan tashlab ketadi. Bu meshalkamizda tayyorlanadi. Mana bu yerda elektron qismi bor, miya qismi. Bu yerda o'sha sementimiz mana bu tomonda shinakda keladi. Bu bunkerimizda sement turadi. Avtomatik turadi. Buni knopkani bosadi, o'zi sement tushadi, tortadi, meshalkaga tashlaydi buni. Qum ham xuddi shu holatda. O'sha elektron mana tepada tarozi turibdi, sifrlar o'ynab turibdi. Qumni ham tortadi, sementni ham tortadi, o'zining ma'lum bir me'yoriga kelganda to'xtaydi o'zi. Meshalkada aralashadi bu yerda. Keyin tayyor mahsulot ichkariga formalarga, qoliplarga quyiladi. Demak, qo'lni aralashtirib nimadirlar qilmaydi. Hammasi bitta operator buni boshqaradi. Qolgan ishni operator o'zi qiladi. O'sha knopkalarni bosib, buyruqlarni berib tursa bo'ldi bunga. Zo'r. Bu texnologiyamiz Altostremachniki, Rossiyaniki. Bilsalaring, gazoblok sohasida Rossiya ilgarilab ketgan, oldinlab ketgan. Shuning uchun o'shandan kelgan apparaturalar. Endi hozir ichkariga kiramiz, quyilish jarayonini ko'ramiz. U yerda tayyor mahsulot, aralashgan qorishmani rastvor deyiladi endi. Bu turbamiz orqali bu parxonaning ichiga priyami o'sha qoliplarga quyiladi. Mana bu qolip formalarga quyiladi, mana shu holatda ishib chiqadi ekan. Sobjon aka, demak mana shu birinchi etapda quyildi gazobloklarimiz. Endi nima bo'ladi? Endi keyingi protsessimiz ishib chiqish jarayoni bo'ladi. Hozir shuni siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu mana bu birinchi parxonamiz, bu 40 gradusgacha bo'ladi buni issiqligi. Bitta kirganda bilinyapti. Issiq sababi bu issiqlikni yaxshi ko'radi gazoblok. 40 gradusda normada ushlab turilsa 35-40 gradusda shunaqangi chiroyli narsa bo'ladi. Bu birinchi etapda ko'rgan bo'lsangiz, quyganimizda yarmida. Bu 30 sm, 32 sm shunaqa bo'ladi. Keyin ishib 62 bo'ladi maksimum. Bundan ortiq bo'lmashi kerak. Ko'rgan bo'lsangiz, hammasi bir xilda mana ishib turibdi. Zo'r. Endi keyingi etapga o'tamiz. U keyingi etapda kesish jarayoniga o'tamiz. Hozir keyingi etapda ortiqcha joylarni kesib tashlaymiz. Bitta chiroyli razmerga keltiramiz. Mana hozir endi ish tayyor bo'ldi, kesishga tayyor. Buni hozir olib kelamizda, bo'tlarni yechib tashlab, tayyor massani kesamiz bu yerda. Zo'r. Bunaqa relsdan 4 qator bor bizda. Bu 3-qatori. Formalarimiz mana shu relslarda aylanib yuraveradi. Mana shu 4 ta qatorda jami bir kunda nechta yuradi gazoblok? 2000 ta chiqadi hozir. Zo'r. 4 ta relsda, bir semenda. Buni yana ko'tarish mumkin. Ob'yomni. Hozir ishkandagi hajmi jami 61 sm da turibdi hozir. Buni ishkan balandligi 1 sm-dan 2 sm-dan ko'p bo'lmasa kerak. Atqoti ko'payib ketadi unda. Maksimal mahsulot o'zida, gazoblok o'zida qolish kerak bularida. Agar bu garbushkasi ko'pchilik 5 sm, 6 sm qilib yuboradi, u atqotga chiqib ketadi. Misol uchun 60 sm bo'lsa, 6 sm ishlagan bo'lsa, 10% musorga chiqib ketadi. 2 sm qilsangiz bu 2% da qoladi. Mana hozir formalari yechildi. Tayyor massa keldi bu yerga. Endi bu yerda vertikalniy reskamizda kesiladi, avtomatik tarzda kesiladi. Buni razmerlari mana ko'rib turganingizdek bu yerda razmerlar bor. Misol uchun bizga hozir eng hadovoy razmer 12 bilan 20 lik razmer bor. Hozir 12 bilan 20 ga qo'yilgan. 10 ta 12 chiqadi, qolgani 20 lik chiqadi. Mana o'rtadagilari 12 tonna. 12 10 15 zakazga qarab turib razmerlarni o'zgartirib beraveramiz. Unimiz mana vertikalni kesyapti. Endi bunisida gorizontalni kesadi. Tepasidagi o'sha 1 sm 2 sm atxotini kesib olib tashlaydi. Ko'pchilik buni atxotini musor qilib tashlab yuboradi-da. Misol uchun mana yonidan chiqadi reskalar. Buni biz sement ko'p bo'lgani uchun sirazi qotmasdan buni
bir separatga qo'yamiz, g'ishqib bosib qo'yamiz. Buni atqoti ham boshqa joyga misol uchun musor qilib xarajat qilib yotilmaydi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, maksimum yarim santi 1 santimetr atqot chiqadi xolos bizdan. Demak, hamma uskunalar avtomat ishlaydi. Hamma qo'shiladigan ingrediyentlar hammasiga bir xil miqdorda qo'shiladi. Bir xil miqdorda qo'shiladi. Endi bu hozir buni farxonaga kirgizib yuboramiz. Bunimizda mana hozir kirib ketdi. Obedgacha quyilgan, hozir buning ichida 1000 ta gazabuli turibdi. Mana shu holatda. Endi mana ikkinchisini kirgizib yuboramiz bu tomonga. Bularni quritish uchun ham alohida parxonalar qilingan ekanda. Ha, bu 70 gradusda ishlaydi. Tuxumni qo'ysangiz, sarig'ida ozgina qoladi xolos, pishib chiqadi. Agar bugun qo'yib yuborsangiz, ertaga pishib chiqadi. O'zi tortib ketadi. Buni bu u tomonga kirgizish o'zi avtomatik bor edi. Biz qaytarib chiqarib olishini o'zimiz moslaganmiz buni. Endi ertangi kuni ertalab bularni bu tomonga tortib olamiz. 12 soat farxonada turadi. Ko'pchilik navestayda quritadi yoki ochiq havoda quritadi. Bu farxonada quritganimizni shuncha rasxod qilib farq seziladimi? Albatta seziladi. Bu ichidan qotib pishib chiqadi, keyin uqolanmaydi, yorilishlar bo'lmaydi. Ichidan pishib chiqadi bu, ichidan qotib chiqadi bu. Sababi 12 soat 70 gradus, 60 gradusda turganda bu ichidan qotib pishiq mahsulot bo'lib chiqadi. U ochiq havoda quritilganda u o'zidan namini tezroq chiqarib yuboradi, issiq bo'lmaydi. Oldinlari ham bilsangiz piltalar chiqarganda parlardi, parxonalar bo'lardi. Xuddi o'sha narsa. Demak, sizlar gazobloga olayotgan paytda u parxonada quritilganmi, ochiq havoda quritilganmi bir surishtirish kerak. Albatta. Parxonada quritilgani bilan ochiq havoda, navestayda quritilganini yermin osmoncha farqi bilan. Misol uchun sement ko'p qo'shsa zo'r chiqaradi deydi. Yo'q, unaqa emas. Sement ko'p qo'shsa yorilib ketishi mumkin. Oftobda qo'yib qo'ysa ham yorilib ketadi. Sementning o'zining normasi bor. Bu ko'p qo'shib ham zo'r mahsulot olish mumkin emas-da bunda. Me'yordan ortig'i ortiq. Buni o'ziga yarasha me'yori bor, o'ziga yarasha pari bor. O'sha texnologiyalar bo'yicha qilish kerak o'zining kitobi bo'yicha. Bu yillar mobaynida tajriba asosida kelib chiqadi bu narsalar. Necha yil bo'ldi? Biz 20-yildan beri ish olib boramiz. 19da boshlaganmiz. Asosan amaliyotda 20dan boshlaymiz. 6-yil bo'ladi. 6-yil. 6-yil. Sohibjonaga demak hozir parxonaga kiritib yuborgan gazobloklalarimiz ertaga chiqadi, to'g'rimi? Ertaga mana shu yerga chiqadi. Shu boshidan oxirigacha shu yerga to'ladi. Keyin bu yerdan mana bu paddollarga qo'yiladi. Paddollarga upakovka qilinadi, teriladi. Mana bunisida 20 lik terilgan. Mana shular kechagi gazobloylar. Bunisida 12 lik terilgan. Demak, hozir mana ko'rib turibsiz tomonlarda salapan o'rab qo'yilgan. Bu chiqishidan o'raladi? Ha, chiqishi bilan o'raladi. Bu to'lmay qolgani uchun bu yerda qolgan. To'lgandan keyin mana bu holatda bo'ladi, mana. Nimaga buni stretchlash kerak? Buni ham hozir tushuntirib o'taman. Sabab mana ko'rgan bo'lsangiz, parlanib, namlanib turibdi. Bu siz ko'rib turgan tashqi qismidagi pari nami. Bu yana o'ziga uradi mana. Ichiga o'zi chiqib ketmaydi. Ichidagisi ham terilib yana o'zida qoladi. Bilsangiz, beton quygandan keyin suv quyishadi, stashkalarga suv quyishadi, namni ushlab turish kerak uni qochish uchun. Bunda o'zi bor mana, namini chiqib ketmaydi. Klientga borguncha, misol uchun shu holatda turadi. Ko'pchilik aytadiki, sizlar ho'l ekan deydi. Yo'q, ho'l emas. Buni ochganda 2 soatda oqarib ketadi. Klientga o'zi shunisi ma'qul, oqarib ketganidan qo'rqish kerak, nabiri. Shunday boradi, ochishadi 2 soatda o'zi oqarib ketadi. Bu namida o'zida turadi, mustahkam bo'lib qotaveradi bu. Zo'r. Xo'p, Sohibjon aka, endi bu gazobloklarini qayerlargacha yetkazib bera olamiz? Endi asosan xaridorlarimiz vodiy bo'ylab Toshkentga ham beryapmiz. Endi yo'l kirosi vohalarga qimmat bo'lib ketadi. Shuni hisobidan vodiy bo'ylab yetkazib beramiz, Toshkentgacha yetkazib bera olamiz. Undan u yog'iga yo'l kirosi qimmat bo'lib ketadi. Shuni hisobiga nima deydi, klientlarga juda qimmatga tushadi. Qo'qonda bo'lsa umuman muammo yo'q. Telefon qilsa, mana mahsulot tayyor. 1 soat 2 soat ichida yetib boradi. Endi mashinamiz ulgurishiga bog'liq, o'zimiz ishsizimiz bor, ishsizlikda toshib beramiz. Kleylar bilan qo'shib jo'natamiz. Kleylarimiz ham bor, kley ham o'zimiz zavoddan chiqadi. Usta o'sha uyda egalsa, ustalar nima deydi, kley izlab yotishmaydi-da. Misol uchun bizga 2 ta blok kerak desa, 20 ta blokka 1 qop kley ketadi. 10 qop kley qo'shib beramiz. Kleyi bordi, blogi bordi, tayyor urish qoladi, xolos. Uyda egalari kelsa bizga qanday urish kerak, konsultatsiya beramiz. Misol uchun setga qo'yib urish kerak, necha qatorda qo'yish kerak,
koloniya regellarida qanaqa qilish kerak, u tomonlarda ma'lumotlarni bemalol beramiz. Hisoblab nechta ketishi. Nechta ketishini ham hisoblab beramiz. Uyda egasiga nima mana shu gazobloy sohasida ma'lumot borki, hammasini beramiz, чтобы qiynalmasin. Yangi soha baribir. Endi Rossiya boshqa davlatlarda 20-30 yil paydo bo'lgan. Bizda endi kirib kelganiga maksimum bo'lgan bo'lsa 10 yil bo'ldi. Shuni hisobidagi odamlar hali to'liq ma'lumotga ega emas bu borada. Shuning uchun qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, misol uchun bemalol aloqaga chiqsin, ma'lumot beramiz. O'zi bemalol uylarga ham ishlatsa bo'lyapti hozir. Albatta, hozir mana etajli domlarda, ko'p qavatli uylarda g'isht olib tashadi. Sababi g'ishtdan ko'ra yengil, sovuqqa chidamli, yaxshi. Shuning uchun misol 5 etaj, 7 etaj qurishmayapti, 16 etaj gazobloydan ko'tarib tashlashadi. Misol uchun mana g'ishtga ham koloniya regel qilingan, mana qo'shninikida turibdi. Bu g'isht ham, xom g'isht ham, shlaka bo'lak ham, gaza bo'lak ham, pena bo'lak ham hammasi bu to'ldiruvchi vazifada. Koloniya regel qilingandan keyin endi bunga yengilroq narsa bo'lishi kerak. Issiqni yaxshi ushlash degan joyiga gaza bo'lak optimal variant bo'ladi, zo'r tushadi. Uyda egasiga ham, ushtiga ham ancha oson bo'ladi. Misol uchun g'isht 3 kilodan bo'lganda ham 20 ta g'ishtga to'g'ri keladi, 60 kilo bo'ladi-da. Bunimiz misol uchun 28 kilo. 2 barobar, 2,5 barobar yengil bo'ladi undan. Uni g'isht mayda, uni urishi ham ko'payib ketadi. Misol bu tezligi ham 2 barobar tez bo'ladi-da. Oziq-ovqatdan, ustani kunidan yutasiz. Devoringiz geometriyasi tekis chiqadi. Misol ichkarini rodbon qilishingiz mumkin. Tashqi tomonini shuvoq qilishingiz mumkin, kafelnikli tortishingiz mumkin. Pardoz ishlarida ham yengillik yaratadi-da bu. Zo'r. Juda ham qulay narsa. Xo'p, qadrli YouTubedan bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, mana siz bilan ko'cha-ko'yda ko'rayotganingiz yoki qo'ni-qo'shningiz uyga olib kelib qilayotgani yoki domlar qilayotgan gazoblok aslida qanaqa tayyorlanishini ko'rib chiqdik. Noldan boshlab mana oxirgi etapgacha. O'ylaymizki, sizda har xil shubha gumonlar, har xil gazoblok haqidagi nima deymiz biz? Miflar, ertaklar deyiladi. Miflarni imkon qadar mana yopib berdik degan umiddamiz. Va bundan keyingi videolarimizda albatta mana shu bizning gazobloklarımizdan foydalangan holatda qanaqa qurilishlar qilinganini aynan o'sha obyektlar o'ziga borib obzor qilib beramiz. Qanaqa holatda bo'lyapti, chiqish qanaqa bo'lyapti, kerak bo'lsa ustalar bilan gaplashamiz, uy egalari bilan gaplashamiz. Faqat siz qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hozirgi videoga like bosing va YouTube kanalimiz yangi ochilgan, obuna bo'lib qo'ying va albatta do'stlaringizga, kimda kim shu gazoblok temasiga qiziqib yurgan bo'lsa, hammaga ulashib qo'ying. Xudo xolasa, biz sizga hamma narsani ochib berishda davom etamiz.